Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Prinsip yasalish jarayoni bu prinsipimiz 240 ga 140 prinsipimiz. 6 osqichlar shvilder bo'lgan, ikki yoni profil, yon taraflari mobillar. Hamma joy shvilder, baquvvat shvilderlar qo'yilgan. Tagiga 1.8 list bosilgan. Qalin lisadan ot bossangiz ham, mol bossangiz ham bemalol ko'taradi. Risorlarimiz 0.8 qalinlikdagi risorlarimiz. Bu risorlarimiz ikkitasi bemalol 1.5 tonna ko'taradi. Baquvvat, ishonchli. Amortizator, spitsalar qo'yilgan va strumenkalar qo'yilgan. Eng asosiysi bu baquvvat gaz 53 strumenkalardan qo'yilgan. Orqa tomon ko'rinishlari mana. Poldan bord 40 cm, tepagacha 1.20 poldan. Bu 80 reshetkasi. Reshetkasini bemalol 4 ta boltda turadi. Olib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz reshetkani qo'yib mol bossangiz bo'ladi. Reshetkani olib qo'yib gabaritli narsa, masalan, karavat yoki bo'lmasa kattaroq, o'zidan kattaroq narsa yoki bo'lmasa qishloq sharoitida pres bosishadi ko'proq. Shu narsadan bosib bemalol tirikchilik qilsangiz bo'ladi. Bu yerda ham yasalayotgan prinsipimiz bor. Bu 2 mosli, 2 olishga 1 olmish. Mana. Va shu bilan bir qatorga bugun 8-mart sanasida bir prinsipimiz sotilyapti. Mana. Bu prinsipimiz 2 ga 1.30 bo'lib turib, bu prinsipimizga hamma sharoitlar berilgan, dokumentlar qilingan. Mana belgilari qo'yilgan. Bu prinsipimizga 1.6 zamoklar, Nexia parkoplar. Xo'p, ost qismlari qalin risolardan, strumenkalar har doimgidek. Balandligi 1.20 poldan, bord 40, reshetka olsa bo'ladi bemalol. Orqa fara stoplari qo'yilgan. Tashqarida ham tayyor prinsiplarimiz bor. Qanday prinsip kerak bo'lsa, telefon qilib, pastdagi telefon nomerlariga telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qilib yasab beramiz. Like, kommentariy qoldirishni unutmanglar. Yaxshi kommentariy qoldirgan xo'p, obunachimizga o'zimiz korxonamiz tomonidan chiroyli sovg'amiz bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Azizlar, ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Qarshi shahrida Suhrob servis. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.